Janubiy vokzal. Hamma sog' salomat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Qo'shib olib kelyapti. Yaxshi yomon gaplarga rozi. Toshkentdan Qoraqalpoqqa bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana biz Toshkentdan Qoraqalpoqqa hamda Qoraqalpoqdan Toshkentga peshkom yetib keldik. Borib keldik. Shuncha odam bilan. Hammaga rahmat. Hammasi zo'r o'tdi. Taassurotga boy. Toshkentdan boy o'tdi. Boshqacha bo'ldi. Shuning bilan tugadi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lib, bu esa arxivga, ya'ni tarixga aylandi. 3 ta narsa ko'tarib yuribman. To'g'ri aka mashinangizni qo'ying. Boshqa qo'yib olasiz, og'ayni. Chotga bo'ladi. Go'yoki dunyoda birgina sening chorvoqda kelib dam olging kelyaptimi? Qaysi sheriklar? Shu o'zi hayvon yerda. Jo'rabek, ben yo'q. Unchijon. Nima rayimingizdan bilaveradi, yozing. Yomon tiqilding lekin. Nerealni odam. Xorazm qayerdasiz? Xivadan. Bile banda kelyapti-yu. Qancha odam qayerdan kelyapti? Bor. Ya açki bilan. Açki ketdi bilan, açkini ol. Ketdi, go! Easy go! Chiqinglar. Vatga. Day. O't, baqir. Ketdi, bu yoqqa tashlaylar. Aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlarimiz yaxshimi? Mana bugun ertalab biz soat 6:10da, 15da Toshkentning Janubiy vokzaliga tushdik va u yoqdan chiqib Qoraqalpoqstonga keldik va u yoqdan chiqib sirasi Narxozga borib, u yoqda 140 ta odam bilan Yusufxona. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan Chorvoqdan olish maskandagi Yusufxona degan joyda bir chiroyli tadbirda, ya'ni o'zimizni eventda bo'ldik. Yoshlar ittifoqi. Bu yoqqa ham harakat qildik. Nasib qilgan ekan, rizq bor ekanda. Mana narsada odamlar chetda bo'lib turib, Toshkentda bo'lib turib, yotoqxonada bo'lib, даже universitetda bo'lib turib kela olmadi kimlar. Biz 1200 kilometr uzoqlikdan yetib keldik. Rizqimizni qo'shganida bu ham. Mana bunaqa oilani davrasida yaqin insonlar bilan. Ayniqsa bizda 4-kursimizni bitiruvchimiz, bu biz uchun bir esdalik bo'lib qoladigan narsalarda. Odam, inson o'zi hayoti qisqa. Misol uchun mol dunyoga erishar, balki erishmas hayot davomida, lekin mana bunaqa zo'r oila davrasida, yaqinlar davrasida bo'lib o'tirishi, gaplashishi oddiy. Misol uchun hech narsani o'ylaganimiz yo'q hozir. Tinch, sakinat bor-da qalbimizda.
mana shunaqa o'tirishi o'zi bir baxt-da. Baxt. Shuncha odam bilan o'tirish o'zi baxt. Shuncha odam. Lekin buning uchun albatta bizning yetakchimiz Shohir aka Boymurodov Mahmudovichga kattakon rahmat aytamiz. Bu yerda Kamil Daniyarni polni yo'l kirib, mashina haqlarini ko'tardim dedilar. Misol uchun biz kelamiz, misol uchun o'zimizdan ortiqcha xarajat qilmadiganda, kerak o'sha Faqat qilgan bo'lsak, o'zimizga o'zimiz uchun yeb icharga. Birovni solgan bo'lsak bo'ldi. Qolgan narsalar juda dasturxonlar chiroyli bo'ldi, ko'rdingiz mana. Misol To'kin sochin bo'ldi. To'kin sochin bo'ldi. Hamma narsa bor. Hech kim bir-biridan norozi emas, hamma rozi. Hamma xursand. Hech kimga bir xo'jinchilik qilgani yo'q. Hamma erkin qo'yilgan mana. Bolalar ham shunga yarashadi, ishonch oqlagan bolalar kelganda bugun hammasi. Lekin ko'rdimki, bugun o'zim ham guvohi bo'ldimki, nima desam bo'ladi. Biza ko'rgan, tanigan bolalardan tashqari yangi yuzlar ham bor. Bizdan tillayotgan yangi facelar ham bor. Ular bilan sirazi chiqishib ketdim-da. Eng qizig'i bitta narsaga maza qilaman-da. Sirazi men ulardan so'rayman-da, qiz bolami, o'g'il bolami deyman-da, so'rayman-da. Keyin yo'q, qaysi fakultet shunaqa, nechinchi kurs 1 yoki 2? Yo'q deyman. Men taniyman, ha, taniyman dedi. Qanaqa qilsam, shu ko'rganmiz edi, videolarda bunaqa deydi. Yo'q desam, ha deydi. Aldamaysan, rostdan deydi. Jon sizni O'zbekiston aholisining bir eng kamida 50 mingta odam tanisa kerak. Yo'q, chunki Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining o'zining talabalari 48 mingta hisoblanadi. Misol uchun o'zimizdan universitet talabalari hech bo'lmaganda birorta bir videoda sizni bir marta bo'lsa ham ko'rgan. Hatto hech bo'lmasa ismingizni eshitgan. Fakultetingizni talabalari taniydi hammasi. Misol uchun o'sha televideniyaga chiqqansiz, boshqa bo'lgan, ko'pchilik ko'rganda baribir. Bu ham bir ne'mat. Bu ham bir ne'mat, bu ham bir rizq, bu ham bir Allohning dunyoga kelib, nomi chiqmasdan, o'zi ko'rinmasdan, insonlar davrasiga qo'shila olmasdan ketadigan insonlar qancha. Ancha. Insonlarning davrasiga qo'shilish, ular bilan muloqot qila olish bu berilgan baxt insonga. Eng muhimi o'sha shu kunlarga yetkazganiga shukur-da. Men misol uchun men kecha o'ylab kelyapman. Kecha emas, o'sha Qoraqalpog'on birinchi kunida kemping bo'ladi. Voy deyapman. Yakshanba kuni biz ulguramizmi deyapman-da. Shunda ko'rilyapti 6:15. Vo deymiz, demak ulgursak bo'ladi. Rizq Alloh nasiba kelgandek, mana ko'rdik shuncha odam bilan. Bu odamlar hayronda. Sizlar charchamaysizlar, shuncha energiya qatta. Shuncha muzika yetkazamiz turib deyishyapti. Siz zararlimi deyishyapti-da. Yo'q, biz ham mana shu ani bolalarni emotsiyasiga bolalar qo'shilib aytayotganiga men o'zim kayf qilardim-da. Bitta narsani aytib o'tish kerak-chun, ko'pchilik aytdi-da, shu savol berishadi. Aka, sizlar charchamaysizlarmi? Erta ko'ramiz, bu yoqda ko'ramiz, shuncha ishga qanaqa ulgurasizlar? To'g'ri, biz ham charchaymiz. Ochiqni maza qilib charchaymiz. Ochiqni aytadigan vaqt keldi. Charchaymiz, maza qilib charchaymiz siz aytgandek. Bolalarni, insonlarni xursand bo'lganini ko'rib, insonlarga ma'lum bir qismda yaxshilik qila olganimiz uchun o'sha energiyani Alloh taolomiz berib qo'yadi bizga. O'shani yaxshilikka sarflasak, berilaveradi energiya. Albatta. Eng muhimi aka, mana ertalab keldik. Sirazi ertalabga nonushta bo'ldi. Eng muhimi hamma bu yoqqa qaraydi, biz gapirayotgan joyga qarab ovqatlanib o'tiribdi. Men shunda orqaga aylandim, bitta qarasam hamma atmosfera. O'sha yoqqa qarab narsa yedim-da, eng qizig'i bu. U ham mayli. Keyin obedda bitta cho'g'il chiqqandan keyin qarasam bitta olma turibdi-da. Olmani oldim-da, o'sha savdo oldiga borib oldim-da. Angi atmosferaga qarab olmani yeb o'tirdim. Sekin yo'man-da, atmosferaga qarab-da. Eng muhimi hozir siz bilan mana shu ozginagina suhbatimizda mana shu atmosferaga qarab bordi. Mana shu telefon sababli o'sha narsani biz hozir video lavha qilib saqlab qo'yamiz, xotiraga. Buni ko'p qo'yganimizdan keyin oradan bir 10 yil, 15 yil o'tadi, xudo xolasa. Bu narsani biz o'tirib eslaymiz, xudo xolasa. Chunki bu YouTube ga qo'yiladi. YouTube ga qo'yib qo'ygandan keyin xudo xolasa o'chmaydi. Telefonda ham bo'ladi, Telegramda ham bo'ladi, xudo xolasa. O'chmaydi. O'zim uchun arxiv. Mana biza yaxshi kunlarga keldik. Xudo xolasa. Biz mashta o'tirgan, jamoada o'tirgan bolalarni bir yaxshi martabaga erishganlarini ko'rib, Shohir akam shogirdlari, misol uchun Kamil opaning shogirdlari, hammamiz O'zbekistonni, misol uchun vatanimizni bir manfaat uchun xizmat qiladigan insonlar bo'lganimizda ko'rib, mana o'sha oddiy talaba bo'lganmiz biz ham deb talabalarga kerak bo'lsa o'sha motivatsiya deymizmi? Zamonaviy til bilan motivatsiyalar berishga arzigulik gaplar bo'lyapti-da hozir. Xudo xolasa. Ну, yaxshilik bo'laversin. Qo'ldan kelgancha odamlarni xursand qilaveraylik. Chunki bitta odamni xursand qilish bu nima desam bo'ladi? Juda ham katta savob ishda. Oddiy kulib salom berish ham kimgadir siz jahl bilan kelayotgan bo'lsang, odamni kuldirishga majbur qiladi-da. Sunnat kelgan-ku mana. Sunnat-da. Kulib salom berish kerak-da.
kulib yurish kerak. Energiya yo'qadi insonlarda, Ha. bir-biriga yo'qadi energiya. Kayfiyati yo'q insonning oldiga borishingiz, albatta sizni ham kayfiyatingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun Shunaqa. insonlarni qalbiga ozor berishimiz kerak emas-da. Bizning kayfiyatimiz yo'qligi kimgadir ozor berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun doim qanaqa kayfiyatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, kulib insonlarga yaxshi muomala qilib, tabassumlashishimiz bizga ham qarzimiz, ham farzimiz bu. Albatta, albatta. Mana keyin yana bitta savol ochiqlab ketishimiz kerak. Kesalar ham kostyum yechasizlarmi dedi. Mana biz ham yechamiz mana. Biz ham oddiy insondaqa, kerak bo'lsa bir qishloqda yuradigan oddiy qo'y, mol boqib yuradigan insonlardaqa o'zimiz ham boqqanmiz. Albatta boqqanmiz, o'g'il. Boqqanmiz. Shu oddiy holatda o'tirmiz mana. Hammamiz oddiy insonmiz. Shu narsani unutmasligimiz kerak. Albatta. Kim bo'lsa. Albatta. No, lekin nima desam bo'ladi? Baribir kastim ishim aurasi boshqacha. Bunaqa endi vaqti bo'lgan, shunaqa tog'lagan, anaqalarga ham kastim ishimdan chiqqan vaqtimiz vaqti bo'lganda. No, lekin baribir anaqa dam olish payti ko'plar ko'radi. Uni jonda sizni tanimaymiz deb. Tanimay qoldi nimaga desa, kastim ishimda ko'rib o'rganib qolmiz deydi-da. Yo'q, biz ham endi shunaqa kastim yechganimdan keyin ozg'in ko'rinib qolaman-da. Ozib ketibsizmi deydi. Kastim kiysa nasimiz bo'lib qolaman. No, lekin hammasi joy-joyida. Hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Mana kichkinagina suhbatimizdan sizlar ham mana ko'rayotgan odamlar xabardor bo'ldinglar. Ozgina bo'lsa-da manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Yana bitta sizlarni azoblagan holda mana shu atmosferani shundoq ko'rsatib qo'ymoqchimiz mana. Bu atmosferani tabiiy ko'rsak-ku. Albatta. Ko'z megapiksellarini haligacha olimlar o'lchab hisoblamaydi. Ta'riflab berish bu manzarani baribir juda ham Qiyin. kelib, oila davrasida, yaqin do'stlar davrasida kelib, haftada bir kunni ajratib dam oladigan joy. O'shanga biz ham bugun Qoraqalpoqdan kelishimizga qaramasdan, yo'l bo'lishiga qaramasdan bu yoqqa harakat qilib keldik va mana shu orqali bizda shunaqa ajoyib tarixiy video o'sha mana saqlanyapti. Hammaga rahmat, e'tibor uchun salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta salomat bo'linglar. Rasmga olish kerak edi, Jasurga rashti. Ot qalay ekan, yoshmi? Shunaqa go'zal atmosfera. O'sha narsalar yig'ildi. İşte Ruslar konservasiyaga. Ruslar. Shuncha odam. Aka Qoraqalpoq safarimiz endi tugadi ishoning. Aldamay, bora ishingizga. Xullas, o'sha ko'rib o'tganlaridek Yusufxonaga bo'lgan safar ham nima edi? Kempingmidi? Kampingmidi nima edi? Piknik. Yoshlar ittifoqi pikniki. Xullas, nima bo'lsa ham o'sha bugungi kun xullas o'z nihoyasiga yetdi. Shunaqa go'zal atmosferada e'tibor uchun rahmat. Shu yergacha ko'rganing uchun rahmat. O'zingizlar bo'ling, salomat bo'ling, charchamaysiz. Alishlar solgani yo'q. Mana qaytdi. Nima qilamiz? Bo'ldi, yetadi ikkita qoldi. Boshlandimi?